Anlayatqanlar Azad Şərq Türkistan radiosu xəbərləri. Assalamu alaykum hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü proqramımızı aldı bilan 2014-cü il 28-ci çillə Yəkən nahiyəsinin İlişqu və Xangdi yezlərində Xitay hakimiyyəti tərəfindən elib verilən qanlı qətliamda həyatından ayrılğan minləğən beguna Uyğur şəhidlərimizni xatırlaş bilan başlayırıq. 12 yıl ötüp ketken bolsumu, İlişqu qatliamı Uyghur xalqining tarixidagi eng ichinishli jarohatlarning biri bo'lib qolmoqda. Xitoy bu qatliamni harbiy kuch bilan bostirib qolmay, axborot qo'rshovi orqali haqiqatni yoshirishga urindi. Ammo tarixni o'chirgili bo'lmaydi. Biz shehidlarimizni unutmaymiz. Ular uchun adolat talab qilishni to'xtatmaymiz. Hurmatli radio anglag'uvchilar, Yakandagi qatliamdan 12 yil o'tgan bugungi kunda Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga qaratgan siyosati o'zgarmadi. Aksicha, u bu bostirish siyosatini xalqaro saviyada texmo mukammallashtirishga urinyapti. 28-yilda Xitoy davlat raisi Xi Jinping Beijingda ochilgan chet eldagi Xitoylar xizmati yig'iniga yo'l yo'riq berib, dunyoning har qaysi joylaridagi Xitoylarni davlatni qudrat topqizish va Cumhur milletining ulug' gullanishi uchun birlikka kelishga chaqirdi. Bu chet eldagi Xitoylarning o'zlari turayotgan davlatlardagi alohida afzalligidan foydalanib, Xitoyning milliy manfaatiga bo'libmi davlatning birligi deb atiladigan siyosiy nishonga xizmat qilishi kerakligini ta'kidladi. Bu bayonot oddiy bir chaqiriq emas. U Xitoyning dunyodagi ta'sir kuchini kuchaytirish, chet eldagi Xitoylar orqali o'zlarining siyosiy va strategik nishonlarini ilgari surish strategiyasining davom qilayotganligini ko'rsatdi. Uyg'urlar uchun aytganda buning ma'nosi texmi cho'nqur. Chunki yaqinqi yillarda Xitoyning chet ellardagi Uyg'urlarni nazorat qilish, tahdid silish, besim ishiltish va davlat alqigan bostirish harakatlarining ko'pinchisi dal mushu chet eldagi Xitoylar xizmati sistemasi bilan zich bog'lanib kelayotganligi haqida nurg'un dokladlar e'lon qilindi. Bir tarafdan Xitoy dunyoga tinch taraqqiyot va hamkorlikni tashviq qilmoqda. Yana bir tarafdan Sharq Turkistonda yuz bergan İlişqu qatliamiga o'xshash jinoyatlar uchun hech qanday javobgarlikni ustiga olmay, hatto bu jinoyatlarni unutildirishga urinmoqda. Bu ikki xil reallikni birlikda ko'rganda Xitoyning bugungi xalqaro strategiyasini to'g'ri tushuna olamiz. Hurmatli radio anglag'uvchilar, undaqda Xi Jinpingning bu yangi chaqiriqining orqasida qanday siyosiy maqsad yoshirilgan? Xitoy nima uchun chet eldagi Xitoylarni texmo kuchli safarbar qilyapti? Buning Uyg'ur mustaqillik davosiga qanday ta'sir bo'lishi mumkin? Chet eldagi Uyg'urlar va Uyg'ur tashkilotlari bu yangi vaziyatga qanday tayyorlik qilish kerak? Bu savollar ustida atrofli mulohaza qilish uchun Sharq Turkiston Ulusal Manfaat Markazi mudiriyat raisi, mustaqil siyosiy kuzatchi va tahlilchi Nijat Beg bilan elib borgan maxsus suhbatimizni diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum Nijat Beg. Aldı bilan taklifimizni qabul qilib programmamizga qatnashganligingiz uchun sizga cho'nqur rahmatimizni bildiramiz. Xush keldingiz. Aleyküm assalam Abdusam Bey. Sizlerning bu intervyu ziyoratga taklif qilganligingiz uchun men minnatdorligimni bildiraman. Nijat Beg, bu yil Yakan İlişqu qatliamining xotira kuniga to'g'ri kelgan vaqtda Xi Jinpingning chet eldagi Xitoylarni milliy gullanish uchun birlashtirish chaqiriqini qanday tushunish kerak? Bu ikki voqeaning orasida siyosiy bog'lanish bormi? Albatta bu Yakan ilişkusi gerçi xalqaro matbuotda cho'ng ta'sir qo'zg'agan bo'lsin, ammo Sharq Turkistonninki bu mustamlika tarixida nihoyat muhim rol o'ynaydigan eslashga tegishli bo'lgan va unutsak bo'lmaydigan muhim kunlarniki birisi. Hamda Xitoyniki siyosatiga bu mustamlika siyosatiga qarasak, gerçi bu yil xalqarada cho'ng diqqat qo'zg'amagan nima qilgan bo'lsinmi, ammo İlişqu vaqasi Xitoyniki yana bir qatimliq qonliq bostirishninki narsi. Xitoy bu orqali o'ziniki bir kuchini ko'rsatish, bir siyosiy nimasini ko'rsatish bilan birga anandikin
xalqaragymı özüninkü bir yüksek güç, bir hükümdar bir güç ekenligine namayan kılganlygynyň näsini körüp agyl boldy bu ýerde-çi. Yani aşnaq bir muhim günde özüninkü yükselgen halkaradaky bir hükümran bir hegemonik güç diýimiz. Hegemonik güç boganlygynyň ifadesini dünýäge jakalagan we aşna udul keltirgen bir bagynyşyny göreläýmiz bu ýerde. Xitay hökümeti Cunhua milletinin ulug güllenişini ta'kidlawatgan bir wagtda Uygurlarga yürgüzüwatgan bastırış bu güllenişning qandaq bedel bilen qurilyatganlygyny gösterip beremdi. Elbette bu Xitay'ınki Cunhua milleti nimsi yani bir büyük devletler bolgan çagda özüninki milli kimlikini güçlendirişke, bunu canlandırışka ihtiyaç tuguldy. Xitay'ınki devlet kurulmasınınki asasda gerçeği 56 millet u bu dep digen bilen ama Xitay'ınki ulus yani asasi siyasi kimlik näsi bir Xitay milletçiligini irqçılığın asas kılan aletde kurulgan bir şunun karta kiydik. Yani bununki hareket mekanizmi kanda oldu diyen çağda Xitaydan başka boğan milletlerini özüge sümürüp bularının serhilliği, özlüklüki milli mevcudiyetini yani Xitaylaştırış siyaseti berip takılı. Yani Xitay'nın mu bunun felsepevi ah görünüşü var bununki. Burun mu dedik ilaki. Yürüki biz bile okşamagalı bizden emes deydiğim anda bir felsefe karşı Xitay'nınki klasik nimizdi mi? Hmm. Şoň Xitayga okşamaydigan bütün milletlerini özüge taki sığdırıp okşaşy bolmagyça bular hiç kaçan bir emin tapmaydy. Hem Şerq Türkistan zemini we Şerq Türkistan halky naýatda bir muhim ähmiýetke ige bir geostrategik muhim ähmiýetke ige baýlyk tolgan bir zeminde bolgaçka. Bu ýerde izçil mustamlika bolgandan keyin Xitay izçil her xil şekildäki bastyryş, kırgınçylyk şekillerini ep berýärlik, emma bundan 10 yıl burun başlangan erki kırgınçylyk siyaseti bilen bu mustamlikenin bu zulümniň insaniýet taryhydaki en ýokary bir pellesiga çykdy endi. Hem de hazır Xitay bu dünýäge iki tarapdan bir bastyryş siýasety bilen birge dünýäge bir keňeýiş, ejiliş özüniňki dünýäge hökümran ýani hegemonik güç boganlygyny jakalaş bilen birge buny namaýan kılywady. Ýani çet eldeki Xitay özlerininki mesela 60 milyonga ýakyn Xitay puhralary bar. Hmm. Biz ulaga bu Xitay döwletinden pähirleniş gerekligi, Xitay ulusydan pähirleniş gerekligini bular jar salgan alatda dünýäge özüň näkedär bir güçlük bir döwlet boganlygyny halka arkalyk bunu dünýäge namaýan kılywatdy, jakalawatdy we güç görüstüş hereketi ep berýärdi bu ýerde. Nijatbek sizmi dep ötdüňiz, ýaken ilişki katliamy halkara jamaatnyň yeterlik diqqatini tartalmady. Sizce bunun en çoğun sebebi değil mi? Uçur kamallıkı mı, halkara siyasi menfaat mı, ya ki Uygurların avazını yetküzüş iktidarının çeklikligi mi? Eğer bunun Eee, eksici boğan bolsa, vaziyet kandak bulattı. Bunun her xil sebepleri boluşy mümkin. Birincisi o devirlerde 2014 devirlerde Xitay Garip dünýäsinden okşaş bolgan bir nimede umumy halkara weziyetiniňki nimisde gün tertibinde asasen ilki halkaralyk terrorizmga karşı turuş diýdigan mawy birinji gün tertipde turady. Elbette Amerikada oturuş rekabat etdi. Şunun bilen birlikde bu terrorizm nimesiga birlikde erket kılgan nurgun nimeler var, iş faaliyetleri var bu iki devletninki. Bu Amerika'nınki gün tertibide o devirde mesela Orta Şerq meselesi en mühim tertipte turady. Şerq Asiya ve Xitay bolgan nemizde hazırkydek unda qattyk emes demesen. Şu bu bir sebebi boluşy mümkin. Bu sebepden devletler bu ýaken ilişki meselesini kötürüşke belki nim kılmagan boluşy mümkin. İkincisi halkara matbuatynınkimi bununla çeklik dairede dikkat beremedi. Çünkü Xitay bilisiz bu uçur kontrolligidan aýyt gattyk gol hiç kanda bir uçurunki çykyşyny nem koýdy. Örümçi kırgınçylyk bilen ýaken ilişki kırgınçylygynyň perkide Örümçide halkara matbuatga içilip ketken we uçuk bolgan bir nimeli bolýardy we o namaýyş arkaly başlangan bu ilişki wakasyny näse ilki bir biraz wetenimiz Şerq Türkistan biraz çetirek raýonda halkyranyň ve insanlar biraz azırak ve halkara matbuat biraz diqqat etmemge raýonda bogaçka bunun da uçur ve halkara içişdimi
tushilishda xalqaro kun tartibga kirishdimi bu biroz cheklik nimaga uchrab qoldi. Balki uchinchi narsa Uyg'ur tashkilotlarinikimi bu ilishqi vaqasini dan xabar tepish va buni xalqaro matbuotlarga, inson huquqlari tashkilotlarga va dunyoning boshqa cho'ng davlatlarninki aloqador organlarga bilimlariga yetkazishda buningda qiynaldi. Uchur kechikib kelish degandek nimildi. Bu üç sebepten bu ilişki vakası gerçi nurgun adamla öldürülgen bolsumu yeterlik derecede halkıranınki dikkatini çekenmeye kaldı, tatanmay kaldı. Ya'ni yakan ilishqu qatliamidan keyin Xitoy terrorlik qarshi turish nomida yo'l qo'ygan siyosatlar 2017 yildagi keng ko'lamlik lager sistemasiga e, yo'l ochdi desak to'g'ri bo'lamdi. Agar buning aksichi bo'lib, yakan ilishqu qatliami Urumchi qirg'inchiligiga o'xshash dunyoga oshkorlangan bo'lsa, e, ya'ni bir cho'ng ta'sir qo'zg'ay olgan bo'lsa, xalqaro kun tartibga keladigan bo'lsa va Uyg'ur tashkilotlari buning uchun to'g'ri siyosiy harakat qo'llana olgan bo'lsa, Xitoy yana 2017 yildagi keng ko'lamlik lager sistemasini shunchalik xotirjam boshilta olamdi. Bence Uyghur teşkilatları yeterli hizmet kılıngan bolsa, yeterli kılıngan bolsa, bu belgili Xitayni asılçı mümkün değil ama Xitay özünki abay degenimizdek Şərq Türkistan halkını assimilasiya qilish, yo'qotish va o'ziga butunlay eritib xitoylashtirib o'tish nimasidan hech qachon yong'in yo'q. Ammo Xitoy bu bosadigan qadamidan biroz ostilishi mumkin deb. Parallel Xitoyninki nimasiga qarasak, bugungi tashqi dunyoga ilayotgan tashqi siyosati bilan ichki siyosatida bir parallellik bor. Ya'ni 2014dan boshlab qarasak Xitoyning bir qurgan nimalari bor. Hozirgi jazo lagerlari, turmalarni keng ko'lamda qurishga boshlaganlikdagi 2,5-3 yil qurib, 2016ning oxirida va 2017ning beshida bu qirg'inchilik siyosatini boshladi-ku masalan dunyoga. Parallel holda 2017da Xitoy dunyoga bir narsa jakalaydi. 3 qadamlik Xitoyninki jahongir davlat bo'lish strategiyasini uchun. Bu yerda Hmm. ichidan qattiq qo'llik bilan bostirish bu muhim ahamiyatga yo'g'on rayonni va bu yerdagi asosiy xalqni tub yiltizdan quritish yoki eritish. Bu yerda bir parallellik bor. Ya'ni ichidagi bu yerga to'sqinlik qildigan bu Sharq Turkiston xalqini bularni eritib yo'qotish yoki eng ojiz holatga kelib qo'yish va tashqi jihatdan dunyoga 3 qadamlik jahongir davlat bo'lish strategiyasini dunyoga jakalab e'lon qildi Shi Jinping 2017'de shu masalan. Demak, bu yerda bir bog'lanishlik bor. Yana qarasak bu boshqa besib ilingan rayonlardami İçki Moğol'da olsun, Tibet rayonida olsun, bumu aşna qattiqlashgan bir siyosatni ko'ramiz. Ya'ni o'zi ansirayotgan, o'zi xotirjam bo'lmaydigan bu beshilingan zamonlarda Xitoy Xitoyning nimiz ko'zida ichki nimada qattiq qo'l siyosat, tashqi dunyoga bir ichilish va jahongir davlat bo'lish siyosati bilan harakat qilib kelganlik. Bu yerda bir cho'nqur bir bog'lanishlik bor deb qaraymiz. Xi Jinpingning chet eldagi 60 milliondan ortiq Xitoyni milliy gulinish uchun safarbar qilish chaqiriqi faqat iqtisodiy maqsadlarni ko'zlamdi yoki buning orqasida Xitoyning yer shari miqyosidagi siyosiy va ideologiyalik ta'sirini kengaytirish nishonimi bormi? Eee, bu nimisice kalsa elbette ikinci nimisi yine dünyaya küçük devlet bolganlygini, hükümran devlet bolganlygini astasda bu Xitayning chet eldagi diasporasidagi bu 60 million xalqi bilan ep beriyotganligini ko'ralaymiz. Ya'ni Xitoylarni texmi jonliq, texmi o'zining tarixidan, kimligidan, qaysi davlatga tavaligidan faxrlanadigan bunda bir harakatga undayotidi qarasaqchu. Chunki Xitoy bu o'zininki bu Çin sülalesi devridagi va undan keyingi boshqa g'arb davlatlarining besilingan narsani Xitoy o'zining tarixida iliq nomus nemisi deb qaraydi. Eng iliq ezilgan bir asrlik nomusimiz deydigan bir nemisi bor shuni ifodalaydi. Buni hamda Hmm. Xitoylar o'zininki tashqi dunyoga cho'ngishninki bir nemisi qildi iliq. Harakatlantiruvchi mundaq motori sifatidachu. Biz mundaq izlagandik ham biz buni o'rnimizdan dast turdik. Biz dunyoga dastur ishlamrik kuchli davlat bo'lib qolmasdan balki dunyoga biz hukmron bo'ladigan dunyoni biz yo'llantiradigan mana bir davlat bo'ldik deb buni qarasak Xitoyninki o'qish materiallarida bo'lsin bu nimadiki ishlatayotgan materiallar qarasak
nihoyatda kuchli, oshkora bir, millatchilik siyosatini, qo'yayotganligini ko'ralaymiz bu yerda-chi. O'zidan faxrlanish, andikin Hmm. nurg'un yodgor tarixlarni yasash, hatto Sharq Turkiston nemisdimi nurg'un arxeologiyalik va tarixiy, yolg'onchilik nimalarini olib berayotganligini shohid bo'lyapmiz. Misol, u yerdagi Hmm. qurilishlarni o'zgartirish, u yerdagi materiallarni nima qilish orqali, bu yerda azaldan Xitoylar yashagancha bo'lgan buyuk, Xitoyning bir podisi degandek bunda bir nimani ko'ramiz. Hamda parallel holda bu tashqi dunyogami buni, burun Xitoylar o'zining nimasini, Eee, faxrlanishni bundaq Xitoy kimligini yoshirib bundaq chiqishlar aralashmay yurgan bo'lsa, hozir qarasak nurg'un chet ellarda bu Xitoy fuqarolarininki nihoyatda kibrlangan, eee, bir holatlarni nurg'un videolarda nimalarni ko'rdik boshqa chet elliklarga hujum qilgan, Tayvan masalasi, boshqa masalalarda namoyishlarni qilgan mesela Avstraliyada bo'ldi bir necha qatim. Bu yilqi o'rinlashtirgan namoyish nimalarga qarata hujum qilgan Angliyadan bo'ldi rost. Hmm. Bu emmisi şu Xitoyninki aşkırı milletçilik siyosatininki, bir natijasi bu. Hamda Xi Jinping'ninki bu qitim texmi, keng darajada, buni jonlantirish kerakligini bo'lgan chaqiriqi. Buningdan keyin chet elda, bu Xitoylar hamma davlat butun dunyoda, bundaq bir, ish-harakatlarda bo'lishga tirishishi mumkin. Hatto Uyg'ur tashkilotlarining, o'rinlashtirgan namoyishlarga, faoliyatlarga berib hujum qilish, ularga, to'sqinlik qilishdek bunday faoliyatlarni biz ko'rishimiz mumkin masalanchu. Xitoy bugun taraqqiyot, muqimlik va zamonaviylashtirish nomi bilan o'zining obrazini yaxshilamoqda. Uyg'urlar bu tashviqotga qanday strategiya bilan javob berish kerak sizcha? Albatta har qandaq bir kuchninki bir ojizlik nuqtasi bo'lganligidek, bu Sharq Turkiston masalasi Xitoyninki aslida bir ojizlik nuqtasi. Chunki, bu yerningki degandek jug'rafiyalik o'rni va, bu yerning ahamiyati, nihoyatda muhim Xitoyninki yuksalgan, jahongir bir davlat bo'lish nimasida bu bo'lmasa bo'lmaydigan bir tip. Hamda bu yerdagi xalqninki mustaqillik irodasi, mustaqillik ko'rishi bo'lsa, Xitoy eng xohlamaydigan, bir nima endi harakat bu. Chunki buni, Xitoy har doim yo'qotishni, parchoqlab tashlashga harakat qilg'ili har xil chora-tadbir, siyosatlar bilan. Endi Sharq Turkiston xalqimi, qarasak yaqinqi yillarda, masalan, yaqinqi 1-2 yilda biroz xalqning, qarshi turish harakatida, mayli faoliyatchilar bo'lsin, mayli tashkilotlar bo'lsin, biroz, bo'shagan va ojizlashgan, narsalarni ko'ramiz. Albatta buniki Hmm. ichki tashqi nurg'un omillari bor, ammo, Sharq Turkiston xalqi birinchi nima qiladigan narsa, hargiz bu ko'rishimizdan umidsizlanmasligimiz, Xitoy kuchlanib ketdi, endi umid yo'q, bularga tenkilanmaymiz deydigan bir narsa bo'lmasligimiz kerak. Chunki bu kurashninki birinchisi e'tiqod va umiddan keladigan gap. Biz, bir musulmon xalq bo'lish sifatimiz bilan bu, ko'rishimizniki haqliqiga ishonamiz va buningga shu sababdan bosh qo'yganligimiz uchun, bu, ko'rishimizdan hech qachon bir umidsizlanib emasligimiz, haqninki har qachon yengadigan ekanligi kelgan holatda bu ishlarimizni, bo'libmi umumiy mustaqillik ko'rishimizni, bir shaklini bir, islohot qilish, umumiy programmasini o'zgartirishga, ehtiyojimiz bor. Chunki dunyoning siyosati o'zgaryotidi. Masalan, burun olib borgan, harakatlarimizga nurg'un, xatoliklar, masalan, umumiy programmadagi harakatning, inson haqlari masalasiga hamki bog'linib qolgan, shuni cho'rigan asosda qurilgan bir harakat endi. Buni o'zgartirishga, buni islohot qilishga va taraqqiy qildirishga, yana mustaqillik, ko'rishiga va mustamlikadan qutulish nimasiga akilishga ehtiyojimiz bor bu yerda. Bu bo'lgan chog'da ishlarimizda yana, cho'ng taraqqiyotlar bo'ldi. Xalqaro, siyosiy nimadimi, maydondami o'zimizning bir kishilik rolimizni elib harakat, qila olishimizga yana fursatlar, eshiklar yana davomli, bo'ludi deb qarayman. Shunga, bu ko'rishimizda hech qachon umidsiz bo'lmay, ishimizni, yaxshi va islohot qilgan holatda olib berishga ehtiyojimiz bor. Bu orqali Xitoyning bu yilqi yolg'on yovdaq tashviqotlarga bu nimasiga qarshi tura olamiz endi. Nijatbek, Xo'sh. sizcha chet eldagi Xitoylar bir davlat strategiyasi bo'yicha tashkillanayotgan bir vaqtda chet eldagi Uyg'urlarning o'rtaq harakat mexanizmi qaysi sohalarda kuchaytirilishi kerak? Nihoyat yaxshi bir savol oldu. Albatta bu, Xitoylarning orqada bir davlat va bular shu bir nim bilan bir partiya, bir davlat sistemasi bilan harakat qildi. Bularning nurg'un kuchi bor endi. Endi biz muhojiratda nurg'un davlatlarga chechilib ketgan, bo'lingan, o'xshamagan, siyosiy qarashdagi tashkilotlar quriluvluq. Bu yerda
talep kılıngan narsa nihoyatda oddiy. U bo'lsa-mu chuqur birlashib bir gavda bitishimiz bu biroz tezroq, chunki coğrafiyalik joylashgan va o'zimizniki o'xshamagan tashkiliy qurilma sababdan. Ammo eng oddiy narsa nima deganda bir hamkorlik bir mexanizmini o'rnatish kerak. Ya'ni eee, garchi bir-biri tashkilotlar o'zaro o'rtasida raqobat bo'lsa-mu, umumiy bir nimaga kelgan chog'da hamkorlasha oladigan, ya'ni bu hamkorlik har kim o'zining ustiga tushgan mas'uliyatni olgan asosda vazifani bo'lishib, parallel yaxshi ib borsa buningda bo'ladi. Ammo tashkilotlarning bu yerdagi qilayotgan narsasi ko'pincha tashkiliy raqobatni va umumiy milliy ko'rishimizning ustiga qo'yib olg'achqa bu yerdagi hamkorliklar izchil ravon bo'lmay keraklik. Ammo buni hamkorlik sistemasini yaxshi olib bora olsak, masalan, ma'rif sohasi bo'lsin, oldin qatimimiz degandek siyosiy sohalarimiz bo'lsin, madaniyat, san'at, tantarbiya va iqtisod deydigan nurg'un sohalarda aslida bizning umumiy kuchimizni kuchlantira oladigan, bu ko'rishimizni texnik jonlantira oladigan imkoniyatlar yo'q emas bor. Chunki mayli Turkiyada bo'lsin, O'rta Osiyoda bo'lsin, hozir dunyosimiz jiqib ketdik. Sonimiz jiqyotidi. Aslida bizning jiq kuchimiz bor demoqchi o'g'limcha. Bu kuchni nimaga kelish uchun shu bu yerdagi xalqi vakolatan mengayotgan tashkilotlar bir sog'lom bo'lgan bir hamkorlik tuzumini o'rnatish kerak. Ama chuqur birlashib ketish degan bu imkonsiz bir narsa. Ammo bir to'g'ri hamkorlik mexanizmini o'rnata olsak, bu chog'da yaxshi bir ishlar bo'lishi mumkin deb qarayman. Rahmat sizga. Nijat Bey, siz doim Uyg'ur masalasini faqat kishilik huquq masalasi emas, mustamlikachilik masalasi deb ta'kidlab keldingiz. Bu ikki qarashning farqi nima? Bu Uyg'ur mustaqillik davosiga qanday ta'sir ko'rsatadi? To'g'ri, bizning nimamizga qarasak, masalan, shu sirtqa chiqqandan keyin muhojiratga Sharq Turkiston kirishininki bir tarixiy nimasiga qarasak, e, umumiy nimada bu deyilgan xalqaro deyilayotgan narsada zulmni anglatish va bizga zulm qilmasa deydigan mushtaq bir narsani jiq deyiglik, jiq ishiltirlik va umumiy qurilma namoyishlarda bo'lsin, xalqaroda yozayotgan xatlarda bo'lsin, boshqa davlatlarga yo'llanayotgan dokladlarda bo'lsin, mutlaq ko'p sonli tashkilotlar mushu universal qimmat qarash davlatlarninki inson haqlari masalasi nuqtasidan anlatib keliglik. Ammo bu mustamlika masalasini anglatgan chog'da bizning ishimiz boshqacha o'zgarishi kerak. Eng oddiysi, masalan, Falastinning bo'lsin, Tibetlarning nimasiga qarasak, bular yozayotgan dokladlarda, yo'llanayotgan nimalarda mandan boshlaydigan bir nuqta bor, oddiylik deb qilsakchu. Butun bugun bo'linayotgan bu zulm nimalarininki asli yiltiz sababi bu zaminninki, bu territoriyaninki besilinganligi va bu besilingan kuchning bu yerda mustamlika siyosati ib berganligidan bugungi inson haqlari dafsandichiligi chiqyotidi deb mandaq ifodalaydi masalanchu. Bu yerda bir farqni ko'ryapmiz-ku masalan. Shunday. Eee, bizmi Sharq Turkistonliklar masalan bir yerga borganda masalan inson haqlari masalasida chiqsak bo'ladi bu nimada. Ammo buni bu mustamlika siyosatiga bog'lashimiz kerak eni. Bu chog'da bizning tovlanadigan shuarlarimiz, masalalarni tushuntirishimiz, butun mexanizmimizda o'zgarish bo'ladi. Va chet ellik tadqiqotchilar, boshqa davlatlarmi, inson haqlari tashkilotlarimi buni nimaga boshlaydi? Bular aslida mandat shaklida da'vo qiladi. Bularning masalasi faqatlamki Xitoydan inson haqlari talab qilmaslikka, balki o'zlarining bu mustamlika siyosatidan, Xitoyning zulmidan va Xitoyning mustamlika siyosatidan qutulish va bu mustamlikani oxirlashtirish nimasi bor ekan debdi. Bu Hmm. narsani bütün o'zgartirishimiz kerak. Endi xalq buni tushunishi kerak. Buni tushungandan keyin bu tadqiqotlarmi yozayotgan, so'zlayotgan, xalqaro berayotgan bayonotlarga diqqat qilish kerak. Umumiy olib berayotgan faoliyatlarimizning bütün mexanizmi bu chog'da o'zgaraydi. Bu chog'da faqatla siyosiy kurash emas, buning ichiga askariy kurash tayyorliklar, nurg'un boshqa tayyorliklarmi kiradigan gap masalanchu. Shunga bizning umumiy mexanizmimiz bir kichik bir chamberning nimasiga kirib qilganlik. Ammo Sharq Turkiston ko'rishi nihoyatda buyuk bo'lgan, muhim bo'lgan bir ko'rish aslidachu. Hmm. Shu umumiy programmamizni qaytadan tuzish kerak bu yerda bugungi Ha. ahvolda. Bo'libmi
Bugünkidek çoğ kişiler özara tokunuşqa, nemege issiq uruşqa tayyorlik qilayotgan, ketayotgan mezgilde bugün inson haqlari masalasiniki dunyoning kun tartibida bek jiq rol ololmaydi. Bu yerda asosiy rol oladigan narsa territoriyalik to'qinish. Besilib qolgan nurg'un territoriyalik masalalar bo'ladi. Hmm. Bizningmi agar yana kona nimada mangsak buni kun tartibga akilamaymiz. Aksincha biz territoriyaning bu besilinganligini bu masalani ko'tarib chiqishimiz va buningga asoslangan holatda ish faoliyat va siyosat deb berishimiz kerak. Rahmat sizga Nijat Bey. Yakan ilishqu qatliamidan 12 yil o'tgan bugun Uyg'urlar bu tarixiy voqeani dunyo xotirasida saqlab qolish uchun qanday yangi yo'llarni qo'llanish kerak? Elbette biz abay degandek bu ilişki vakası dünyanın nimisini tatanmadığın bunun nurgunluğun sebeplerini tutup. Ama bu aldı bilen biz özümüzün içki nimisini kurulmuştu ilişki vakasıga berilgan ehmiyet unda jiq emas ameliyat qarsak bir uçuktan uçuk bir qirvetilgen bir nimi var halkımızın için. Mesela Ürümçi kırgınçılık kartan bütün teşkilatlar çıkıp namayiş kılıdır mesela. Onu qilmaydigan teşkilat yok ama ilişki vakasida bunun qarta namoyish qilgan ko'z faoliyat qilgan tashkilotlar nihoyat oz shu. Bu Hmm. xotirlash o'zimizdan boshlangan chog'da o'zimizning farzandlariga, oiladan tortib, tashkilotlar buningga biroz ahamiyat berib, har xil faoliyatlarni buni eslash, buni xalqaro jamoatga bildirish, anglatish va buniki sabab natijalarini buningga tushuntirish orqali bu to'g'risida maqol, yozmalar, dokladlarning yozilishi, ba'zi hujjat filmlar yoki bu to'g'risida ep baralaydigan masalan ko'rgazmalar masalanchu har xil shaklda qilinsa bu o'zimizdan boshlab chiqarilgan bir tushuntirish anglatish narsasi harakati xalqaronikimi bu unutilgan va ayni chog'da yetarli diqqat berilmagan narsaga bir yaxshi bir tushuntirishga bir foydasi bo'lishi mumkin. Shu bu ishlarimizda oldi bilan o'zimizdan boshlasak buningga yetalishimiz mumkin deb qarayman. Ee, Rahmat sizga Nijat Bey. Sizga eng oxirgi bir savol. Bugungi xalqaro vaziyatda Uyg'ur mustaqillik davosining eng cho'ng fursati va eng cho'ng xavfi nima deb qaraysiz? Albatta eng cho'ng fursatning nimasi qarasak bu Sharqiy Osiyo, Sharqiy Janubiy Osiyo va Xitoyninki atrofdagi davlatlar bo'libmi Yaponiya, Xitoy munosabati bo'lsin, Xitoy Hindiston munosabatlari bo'lsin, Xitoyninki Sharqiy Janubiy Xitoy dengizi atrofidagi bu yerdagi davlatlar bilan bo'lgan munosabatlarda bir qizish va bularning hammasida bir askariy tayyorliklar, bexatarlik nimasi so'ragan mablag'lar, hammasi davlat Xitoy tahdididan ansirayotgan bir narsa bu. Bu biz uchun ham bir fursat bo'ladi. Buning bilan birlikda Xitoy O'rta Osiyoga, Janubiy Osiyoga, Pokiston, Afg'oniston nemlariga mablag' nemlarni haddidan ziyod kengaytiryotidi. Bu garchi bugun bizni umidsizlantirib qilgan bilan bu davlatlarmi Xitoy va Rossiyaninki Xitoyning nimasidan qutulishga amal va bir nimasi bor iliqi kelgusida bunda bir nimani ko'ralaymiz ehtiyojini uchun. Yani bularning hammasining ichida Sharq Turkiston xariti bu davlatlar Xitoylar bilan nima qilib to'qinish qilayotgan bu davlatlar uchun bir fursat. Endi biz shu abay degandek faqatla faoliyat nimasi qilmay inson haqlarininki. Agarda bir mustamlika nimasiga qarshi qutiladigan bir siyosat deb bera olsak, biz bu davlatlar bilan nurg'unlagan hamkorliklarni, nimalarni topa olishimiz mumkin fursatlarni. Bu orqali o'zimizning mustaqillik ko'rishga texim yaqinlasha olishimiz mumkin. Ammo bu yerdagi narsa bu fursatning ichida bir tahdid birga keladi. U bo'lsin nima degan chog'da tayyorliksiz bo'lgan Sharq Turkiston xalqi va tashkilotlari. Bu yerda albatta shaxsiy hammaylarniki bir mas'uliyati bo'lgandek buningda vazifa ilib vakolatan bu ishni qilayotgan masalan tashkilotlar bor. Bularningmi umumiy programmadagi ketkazib qo'ygan narsasi yetakli xalqni yetaklanmaslik. Bu faoliyatni bu faoliyatni bir siyosiy nimaga o'zgartirmaganligi uchun buningdimi bir cho'ng xiris va ya'ni xiris tahdid o'zimizningki tayyorliksiz bo'lib qolganimiz eng cho'ng tahdid fursat nima degan chog'da xalqaroda o'zgarayotgan tezdan o'zgarayotgan va kuchayayotgan raqobatlar Xitoy bilan bo'lgan uchun. Bu endi yaxshi tuta olsak bizga fursat va yaxshi tuta olmasak shu o'zimizni isloh qilib o'zgartirmasak umumiy programmamizni ko'rishimizni bu endi ichinishli bir holat saqlab turdi bizni.
Rahmet sizge Nicatbek, qimmatlik fikir, ko'z qarashlaringizni radio anglag'uvchilarimiz bilan o'rtoqlashganligingiz uchun radio anglag'uvchilarimiz nomidan sizga tashakkurimizni aytamiz va vaqt munosabati bilan bugungi suhbatimizni mushu yerda oxirlashtiramiz. Rahmat sizga. Ben sizlarga rahmat aytaman. Rahmat. Hörmətli radio anglag'uvchilar, bugun biz Yakan Ilishqu qatliamida shahid bo'lgan qarindoshlarimizni aslab o'tdik. Xitoyning bugungi xalqaro strategiyasini tahlil qildik va Uyg'ur davosining oldidagi fursat va xirislar ustida o'ylandik. Shahidlarimizning qini bekor to'kilmadi. Ularning qurbonligi millatimizning erkinlik irodasini texmo mustahkamladi. Biz Allohdan Yakan Ilishquda va vatanimizning har qaysi joylarida zulm ostida shahid bo'lgan barliq qarindoshlarimizga rahmat qilishni, jannatning eng oliy maqomlarini nasib qilishni, oil tavobatlarga sabr jamil ato qilishni tilaymiz. Shuning bilan bir vaqtda dunyoning qaysi yerda yashashidan qat'iy nazar barliq Uyg'ur qarindoshlarimizga shuni chaqiriq qilamiz. Bizning kuchimiz sonimizda emas, balki birligimizda. Fikir farqimiz bo'lishi mumkin, ammo vatan, millat va erkinlik davosi bizni birlashtiradigan eng ulug' o'rtaq nishonimizdir. Biz tarqoq bo'lsak, dushman kuchaydi. Biz birlashsak, umid kuchaydi. Shundaqla vijdoni uyg'ongan barliq insonlarni, kishilik huquq tashkilotlarini, siyosatchilarni, olimlarni, jurnalistlarni va erkinlikka ishinadigan har bir shaxsni Uyg'ur xalqining haqqoniy davosini qo'llashga, Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va mustamlikachilik siyosatiga qarshi o'rtaq safda turishga chaqiramiz. Uyg'urlarning erkinligi uchun ovoz ko'tarish faqat bir xalqni qo'g'dashla emas, balki insoniy qimmat qarashlarni qo'g'dash demakdir. Allah yurtimizga ozodlik, xalqimizga ittifoqlik va kuch-quvvat ato qilsin. Shahidlarimizning ruhi shod bo'lsin. Asr mahbuslarimiz tezroq ozodlikka erishsin. Muhojiratdagi qarindoshlarimizning qalbiga sabr va umid ato qilsin. Anglayotganinglar Azad Sharq Turkiston radiosi xabarlari. Men Abdusalam Niyoz Uyg'ur. Keyingi son xabarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar.